Bugün biz Minecraft oyununu oynayamiz. Biz bu yerda bunchalik kuchayamiz deb o'ylamaganım uchun men buni YouTube'ga videoga olmagan edim. Shuning uchun endi tanishib o'taman. Mana hozir mana shular menda bor. Ikkita yotoq, pechka, ikkita bitta bestak. İkinci qavatga chiqib ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi boshqa qolgan narsalarni ham ko'rsataman. Mana masalan polis. Mana 11 ga 11 polis. Bu yerda esa mana qo'ylarim bor, rang-barang. Bu yerda 25 tadan ortiq qo'y bor. Hozircha men sizlarga sirli yo'lni ko'rsataymi? Mana bu yerda bizning omborimiz bor. Ya'ni hali bitmagan, ammo lekin ancha harakat qilyapmiz bitirishga. Mana hozir biz aslanini ham ko'rsatamiz. Mana va endi boshqa, ya'ni sizlarga qaysi qo'y yoqadi mana shu yerda. Menga esa mana shu mavi qo'y. Sizlar kommentariyada yozib qolishingizni so'rab qoladi. Keyin esa otlarimga ism topinglar, kommentariyada yozib qoldinglar buni. Mana ikkita otlarim bor, o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana endi biz hozir molxona qurmoqchimiz. Ya'ni mollarga joy, qo'ylarnikiga o'xshab. Hozir biz yasab olsak, yana 2 dona yetmayapti. Attiga, axir yetibsan va yetmadi. Demak, cho'pkani olishimiz kerak. Eng yoqtirmaydigan ishlarimdan biri mana shu daraxt chopish. Nima bu oxirigacha chopilganmi? Yo'q, oxirigacha chopilgan. Bu ham endi biz bularni chopish boshladik. Hozir yonimdan poyezd o'tadi, lekin unga xafa bo'lmanglar. Poyezd yo'lini yonida o'tiribman, shuning uchun. Mana qo'limiz yetgancha chopib qo'yamiz. Mana ovoz eshityapmiz, kommentariyada yozib qoldinglar. Eng yoqtirmaydigan ovozlardan biri mana shu. Ammo lekin kechirasizlar, men bu ovozni videoga tushadi deb o'ylamagandim. Meni kechirasizlar. Yetadi bizlarga. Ketdik bo'lmasa. Mana biz mana shu yerga quramiz. Hozir qasiga 9 blok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana bu yerga esa mana buni olamiz va mana shunday. Shuni 9 blok bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 demoqchi edim. 9. Nimaga bu yerda xato ketdimi yoki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Va bu yerda xato ketibdi. Mana bu yerda. Bitta qo'shib sanab olibmiz, shuning uchun kechasi. Va mana molxonamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Endi mashalalarni olamiz-da. Burchaklarga qo'yib chiqamiz. Mana. Endi biz mol topib kelamiz. Ya'ni mol qidirgani go. Mana shu tomonlarni qo'yishimiz kerak. Mana shu tomonlarda ko'p bo'ladi. Chunki men ham ko'p qo'ylarimni mana shu tomondan olib kelganman. O'shaning uchun shu tomonda ko'proq moblar, ya'ni sigir, qo'y, ot, shunday moblar ko'proq paydo bo'ladi. Hozircha bitta ham sigir ko'rinayotgani yo'q. Sigirlar yo'q. Sigirlar qayoqqa yo'qolib qoldi? Shuncha kundan beri juda ham ko'p edi-ku. Mana. Yuring bu yerda. Bayxonim, keling. Kelyapsizmi? Keling. Tezroq keling. Keling. Gittik. Tezroq. Kelyapsizmi? Keling. Yuguring deysiz. Tez yuguring. Namuncha sekin yurasiz. Shunday yuguring. Berikki. Mana go. Berikki. Yasmi? Berikki. Mana ketdi. Tez. Berikki. Keling. Ne bo'ldi? Hozircha bittadan hamma bo'ldik. Endi qochibdi sizga xonim. Ketdik. Endi yana bitta topishimiz kerak. Ketdik tezroq unda. Canım. Nimaga shunday vaqtlarda kerak bo'lmaydi-ya? Chiqmaydi-ya? Kerak bo'lgan paytlarda, kerak bo'lmagan paytlarda juda ham ko'p bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Men 34 kun yashab qo'ydim bu olamda. Mana bitta ham emas.
ikkita mol boshladi. Olayapman orqamdan. Yuguringlar. Tezroq. Hozir kech tushib qolsa zombi, skeletlar, creeperlar hammasi inamiz kiyimlar ketadi. Qo'rqing. Ey bola qo'ying. Chiqing. Keling. Tez. Yuguring. Tez. Yuguring. Kelyapsizmi? Ketdik. Go. Qani. Tez. Yugur. Barikki. Qani, go. Barikki. Buringlar. Qani. Barikki. Qani kelinglar. Go. Barikki. Hep kelinglar. Qochmayın siz endi kelinglar. Keling. Onam. Keling. Mana. Kichkina avlodcha dunyoga keldi. Qachon katta bo'lasan? Yaxshi ham. Meni samonimiz bor. Mana. Kimga bende? Ben sizlar yedingiz-ku hozir. Mana bola. Ochib. Mana hozir biz nima ham ko'paytirdik, ammo lekin qaysi biring? Bittangiz. Yinglar, men axir shuncha qiynaldim-ku. Iltimos, yinglar bittinglar. Mana endi buyog'iga o'zingiz ko'paying. Ya'ni ertaga kelaman men. Ketdi. Ko'rishingiz mumkin, biz mollarni ham qurib oldik va mollarni ham olib keldik.